Assalomu alaykum. Ismim Munisa Bo'riyeva. Bir necha yillardan beri Adliya vazirligi tizim idoralarida va markaziy apparatda faoliyat yuritaman. Faoliyatimning asosiy yo'nalishi bu davlat boshqaruvi, ma'muriy tartib-taomillar, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Kechagi kunni ko'rgan xalqimiz vakillari bilishi mumkin, bugungi kunda bu yo'nalishlarda juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bugungi kundagi davlat xizmatlari, davlat boshqaruv organlari, tashkilotlari faoliyatidan norozi bo'lgan ayrim fuqarolarga aytishimiz mumkinki, kecha va bugunni solishtirgan inson uchun ancha o'zgarishlar yuz bergan. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan birgina islohot bir vaqtning o'zida bir emas, millionlab aholini hayotini yaxshilashga xizmat qilishiga birgina misol keltiraman. Bu o'zimning hayotimdan. Bundan 20 yil oldin balki bu muammo faqat mening muammom deb o'ylagan bo'lishim mumkin. Maktabni bitirganimdan keyin oliygohga hujjat topshirish uchun Surxondaryodan Toshkentga 800 kilometrdan birgina hujjat almashish ishlari uchun 2 marta kelib ketishimga to'g'ri kelgan. Bu bir haftacha vaqtimni, qancha mablag' sarflashimga olib kelgan. Bu birgina men emas, har yili millionlab aholini muammosi ekanligini keyinchalik tushunib yetdim. Bugungi kunda o'sha oliygohlarga hujjat topshirish uchun hech qanday masofani bosib o'tmasdan turib, bir emas, hatto 5 tagacha oliygohga hujjat topshirishingiz mumkin. Birgina o'sha imkoniyatni yaratilganligi o'zi davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni bevosita insonga, sizga qaratilganligini anglatadi. Aynan bu O'zbekiston 2030 strategiyasining 78-maqsadida ham o'z aksini topgan. Inson hayoti bevosita davlat bilan bog'liq. Davlat boshqaruvi bevosita o'sha inson hayotini yaxshilashga qaratilgan. Misol uchun, ertalab turganimizda elektr chiroqlarini ishlatadigan bo'lsak, gazdan foydalanadigan bo'lsak, ishga borish uchun yo'l transport, jamoat transporti vositalaridan foydalanadigan bo'lsak va boshqa masalalarda, bog'cha, maktab, oliygohlarda barchasida davlatimiz tomonidan u yoki bu masalada tartibga solingan munosabatlarga kirishgan hisoblanamiz. Ayrimlar o'ylaydi, bir inson fikri hech narsani o'zgartirmaydi. Bir insonni o'sha davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar yoki umuman oshirilmayotgan islohotlarga ehtiyoj sezayotgan sohalarni o'zgartirish bo'yicha fikrlari hech narsani o'zgartirmaydi deb o'ylashadi. Lekin bunday emas. Davlatning eng asosiy mijozi bu inson ekanligini unutmasligimiz kerak. Bugungi kunda davlatning eng asosiy maqsadi O'zbekiston 2030 strategiyasining 78-maqsadida ham shu ilgari surilganidek, eng asosiy maqsadi bu xalqni rozi qilish. Bevosita davlat bilan munosabatga kirishayotgan, uni islohotlarida bevosita tashabbus bilan ishtirok etmoqchi bo'lgan, davlatning xizmatlaridan foydalanayotgan va uni sifatiga baho bera olayotgan xalqimizni rozi qilishdan iborat. Bugungi kundagi o'sha davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar 4 ta yo'nalishga bo'ladigan bo'lsak, xalqqa xizmat qiladigan davlat organlarini faoliyatida 4 ta yo'nalishda islohotlarni bundan keyingi 5-6 yil davomida quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirish ko'zda tutilgan. Birinchidan, davlat organlarining funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish, ularni nomarkazlashtirish, ya'ni markaz organlari tomonidan amalga oshiriladigan davlat xizmatlari, amalga oshiriladigan faoliyat yo'nalishlarini hudud organlariga berish, ya'ni bevosita xalq bilan ishlaydigan hudud organlarini faoliyatini takomillashtirishdan iborat. Navbatdagi yo'nalish bu o'sha bugungi kunda biznes yo'nalishlarida ortiqcha majburiy talablarning mavjudligi. Islohotlarimizning eng asosiy maqsadlaridan biri ortiqcha, ahamiyatsiz, bugungi kun uchun ahamiyatga ega bo'lmagan majburiy talablarni kamaytirish yoki butkul bekor qilish. Adliya vazirligi tomonidan shu kungacha 40 mingga yaqin majburiy talablar ro'yxati shakllantirildi. 2025-yilda hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qarorga ko'ra 2 mingga yaqin xuddi shunday majburiy talablar bekor qilindi. Buning natijasida aholimiz uchun u yoki bu tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda byurokratik to'siqlar anchagina kamaydi. Navbatdagi ahamiyatli yo'nalishlardan biri quyida aytib o'tganimdek xususiy sektorga o'tkazish. Shu kungacha oxirgi 30 yil davomida davlat funksiyalari, masalan 6 mingga yaqin davlat funksiyalari tizimlashtirilgan bo'lsa, ularni dastlabki bosqichda biz hudud organlariga o'tkazishni maqsad qilgan bo'lsak, keyingi bosqichda uni bevosita biznes egalariga, ya'ni xalqimizni o'zini qo'llariga ishonib topshirish prinsipiga o'tila boshladi. Birgina shu oxirgi yillarda 40 ga yaqin davlat funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish ishlari amalga oshirildi. Xususiy sektorga davlat funksiyasini o'tkazish xalqimiz uchun nima beradi? Birinchidan, bu yo'nalishda raqobat muhiti kuchayadi.
xizmat servislari raqobat natijasida oshadi va narxlar tushadi. Bundan tashqari, barchangiz bilasiz, jamoat nazorati har qanday davlat organi faoliyatini baholashni eng sof usuli desak ham bo'ladi. Aynan o'sha jamoat nazorati natijasida davlatning u yoki bu funksiyasini sifatli, sifatsiz, qoniqarli bajarayotganligiga baho berishimiz mumkin. Xalqqa xizmat qiladigan davlat namunasini yaratishdagi eng asosiy yo'nalishlardan yana biri bu barcha davlat xizmatlarini raqamlashtirishdan iborat. Raqamlashtirish nimani anglatadi? Oddiy xalq uchun shuni tushuntirishim mumkinki, siz kuni kecha qog'oz ortidan yugurib yurgan bo'lsangiz, bugun siz uyingizdan turib o'sha xizmatlardan foydalanishingiz bu o'sha davlat organlari tomonidan amalga oshirilayotgan raqamlashtirish mevasi hisoblanadi. Birgina misol, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bu portal orqali bugungi kunda 600 dan ortiq davlat xizmatlarini siz uyingizdan, ishxonangizdan va boshqa masofaviy joylardan turib foydalanishingiz mumkin. Hozirga kelib 2026-yilga kelib 6000 ga yaqin davlat funksiyalaridan 600 ga yaqini raqamlashtirildi. Xususan, bir necha sohalarda 2030-yilga kelib xususiy sektor ulushini 3 baravarga oshirish maqsad qilingan. 2025-yilda Adliya vazirligi tomonidan davlat funksiyalarini xususiy sektorga o'tkazish bo'yicha 40 dan oshiq takliflar berildi. Shundan 2025-yilning o'zida yo'q 11 ta davlat funksiyasini xususiy sektorga o'tkazish bevosita hukumatimiz va prezidentimiz tomonidan imzolangan hujjatlarda aks ettirildi. Xususan, qishloq xo'jaligi sohasida bitta, sog'liqni saqlash yo'nalishida bitta, ya'ni tibbiyot tashkilotlarini akkreditatsiyadan o'tkazish, qurilish sohasida ikkita yo'nalish bevosita davlat organlari funksiyasidan xususiy sektor funksiyasiga o'tkazildi. Davlat organlari faoliyatini xalqqa xizmat qiladigan tashkilot sifatida namoyon etishda eng birinchi qo'yiladigan qadam o'sha davlat organlarini amalga oshiradigan majburiyat, huquq, funksiya, vazifalarni tizimlashtirishdan iborat. Har bir tashkilotni o'zi bajaradigan majburiyatlari, huquqlari va amalga oshiriladigan tadbirlarni chegaralari bo'lishi kerak. Bugungi kunga kelib 6000 ga yaqin davlat organlarining funksiyalari tizimlashtirildi. Endilikda barcha davlat organlarining amalga oshirilayotgan barcha faoliyat yo'nalishlari chegaralari bilan belgilab berilgan. Bundan tashqari, barcha davlat organlari tomonidan aholimiz uchun qo'yiladigan har qanday majburiy talablarni reyestri shakllantirildi va bu 40 mingdan ortiq majburiy talablarni bugungi kunda o'z ichiga oladi. Aynan ushbu majburiy talablar reyestriga kiritilgan, aholimizga u yoki bu sohada qiyinchiliklar tug'diradigan, ahamiyatsiz bo'lgan majburiy talablarni qisqartirish endilikda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Davlat organlari faoliyatidan xalqning roziligini bugungi kunda xalqimizni transportga, yo'lga, vaqtga va qog'ozga, uzoq-uzoq navbatlarga ketadigan vaqtlarni birgina o'sha xizmatlarni raqamlashtirish, o'sha davlat funksiyalarini raqamlashtirish orqali erishdik. Birgina misol qilib keltiradigan bo'lsak, bog'chaga navbatga qo'yish yoki bola tug'ilishini qayd qilish. Bugungi kunda ushbu xizmat kompozit xizmatga o'tkazilgan. Ilgari o'sha bola tug'ilish va uni tug'ilishini qayd qilish jarayonlarini sizga bundan 10-15 yil oldingi qiyofasini namoyon qiladigan bo'lsam, quyidagicha edi. Bola tug'iladigan bo'lsa, u bola tug'ruqxonada bo'lgan paytda uni eng yaqin qarindoshi, otasi, buvisi, bobosi FXDYO organlariga borib, poliklinika tomonidan berilgan ma'lumotnoma va bir qancha hujjatlar asosida tug'ilganlikni qayd qilish guvohnomasini olishiga to'g'ri kelardi. Endilikda nima? Bola tug'ilishi bilan o'sha tug'ruqxonalarning o'zida o'sha shifokorlar tomonidan tizimga kiritilgan ma'lumotlar asosida tug'ilganlik to'g'risida ma'lumotnoma avtomatik ravishda shakllantiriladi va bu hech qanday kimnidir FXDYO organiga borib vaqt navbat kutishiga yoki boshqa byurokratik tartib omillardan o'tishni talab qilmaydi. Bu bir yilda 900 mingdan oshiq tug'ruq qayd etilayotgan O'zbekiston uchun juda ham katta ijobiy o'zgarish desak bo'ladi. Davlat organlarini xalqqa xizmat qiladigan qiyofaga keltirish bir kunda bo'lgan ish emas. Bu yillar davomida bosqichma-bosqich davom etib kelgan. Bundan keyin ham davom etadi. Bu boradagi ishlarni samarali ketayotganligini birgina o'zimning hayotimdan bir qancha misollar bilan keltirishim mumkin. Masalan, Toshkent shahrida ishga o'tish uchun, masalan, o'qishni bitirgan davrimda Toshkent shahriga ishga joylashish uchun yoki ko'chmas mulk xarid qilish uchun bu barcha O'zbekiston xalqi biladi. Qancha byurokratik to'siqlar va hatto bu byurokratik to'siqlarni ahamiyatsizligi ortidan juda ko'p korrupsion holatlar ham yuzaga kelardi. O'sha propiska, ya'ni doimiy ro'yxatga qo'yish. Bugungi kunda bu
aynan o'sha byurokratik to'siqlarning bekor qilinganligi ortidan birinchidan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiya normalari to'la ishlab boshladi. Shuningdek, aholining hayotini yanada yengillashtiradigan islohotlarni davom ettirish, ularni izchil ravishda kengaytirish O'zbekiston 2030 strategiyasining 78-maqsadining eng asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, o'sha davlat organlarini barcha funksiyalarni bugungi kunda bitta reyestrga jamladik. Bu 6000 dan oshiq davlat funksiyalari jamlangan ushbu reyestr bir vaqtni o'zida har bitta funksiyani davlat organlari tomonidan qay darajada raqamlashtirilganligi, qay darajada nomarkazlashtirilganligi yoki xususiy sektorga o'tkazilganligi ham monitoring qilib boriladi va buni natijasida o'sha davlat organining faoliyatiga baho ham berib boriladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston 2030 strategiyasining 78-maqsadida ta'kidlab o'tilganidek, davlat boshqaruv organlari faoliyatini xalq xizmatidagi davlat tamoyili asosida tashkil etish bugungi kunning eng asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Va biz bu yo'nalishda davlat organlari funksiyalarini nomarkazlashtirish, xususiy sektorga o'tkazish, majburiy talablarni qisqartirish va barcha xizmatlarni imkoni boricha raqamlashtirishni maqsad qilganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.